Diqqat! Pensiya oluvchilar uchun shoshilinch xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bugungi kunda O'zbekiston hududida yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm. Nogironlik pensiyalari, jumladan ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1 12 ming so'm. Belgilangan yoshga doir eng kam pensiya miqdoridan 918 ming so'mdan 1 12 ming so'mgacha pensiya oluvchilarning yoshga doir pensiyalari miqdori 1 12 ming so'm. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori qo'shimcha to'lovni hisobga olgan holda 820 ming so'm. Boshqaruvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun pensiyaning eng kam miqdori oyiga 820 ming so'm deyilgan xabarda. Do'stlar, xabarimiz keng tarqalishi uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.